Nurg'un adam ko'rib atdi, Ershadning qo'shaq deyotgan ne? Tunji qitim ko'rib qoldim, o'risini o'g'irlab yeyotgan ne? Jamoatning polisini go'sh o'g'irlab yeyotgan. Bu siyatga kelgan deymanlar. Qadrdon finsilarimizga bugun biz Vatoshidin Sanche yaxshi qo'l sharti Vanchi degandek, Vanchi shirkatining ochilish marosimidagi qiziqarli ko'rinishlarni so'q qilamiz. Ershadjonning bu dunyoda degan polopez go'shning o'rniga besivatli legan degandek, Vanchi shirkatining qopiga yaman polopez ustami go'shning o'rniga legan bosgan tunji qitimliq polosini muvaffaqiyatli maydonga chiqadi. Uylarni chiroyli ko'rsatgan Jansho bilan Kobini Akastomni bir umr tashlamaydi Vanchi shirkat Lobini degandek, qo'yan sana 78 gradusda qolib turibdimi Akastomni tashlamagan Dilshod Loben maydonga kirdi. Merdankam qilgan O'rikpadan Meyg'iz, uy milikda 109 50 tiliq Seg'iz degandek, Seg'iz chaynab maydonga kirgani Merdan vakili o'migi. Tabalmay yurganimizning bari bizga jumboq, tarsildatib urib жатыр Anvar degan dumboq deb, Anvar dumboq og'amiz dumboq urib жатыр. Qarmaykini kiyapsiz xiyollarga petib etib, tutqi paypaqdan birini olsangiz deb bo'yandagi zanjirni setib etib. So'qmoqdan birini yasatdim ko'zim tushdi odamiga, yasatgan to'rtonlar yetatga bir dodining odamiga. Qulpinak bo'ljirganlarni cho'rsiga qatirib etibdi. Mangodan birini o'zi bulonga patirib etibdi. Xemir turish yo'qqa ketib yeydig'imiz soda bo'ldimi? Hozir ichish marosimlarida ko'cha sovuq qilish moda bo'ldimi deb suadab direktdan shikini sovuq pakagan. Tamashi billah. Ko'zoynak xuzu akimiz u yon-bu yon yo'rg'ilab qo'ydi. Uzilib ketgan suigat gullarini to'g'irlab qo'ydi. Shapkini ta'tir kiyib gaplarni aytib berdingizmi? Omroq telefoningizga optoplarni kunchavdan birini bekitib berdingizmi? Erpat momay qadam bosdi Vanchining ziyofatiga. Bugun qanday kirib oldingiz erlarning qiyofatiga? U momay. Tortlarni olib qochib menib opramsiz daliga. Ha, asli berisizganda qo'ltig'i yo'q baliga. Şirketimiz yaxshi qo'shqa varamchining qiyam bo'lmadi. Hadlarimizning kuch chiqarishi bilan bir parcha tortni ziyon bo'lmadi. Şirketning faoliyatida xo'jaliklar liqaroq, munodam urug' tuqqanlarga bari go'shini jiqaroq. Bu bola polopezlar kecha turib tamoqlarni etishib olmaganda, o'zimizga cho'nglar sug'i chiqqanda bir hindistonlik etishib olmaganda. Vanchining faoliyatiga chaqaganlar kamidi. Buni polopezga urug' tuqqan bo'lmag'achqa 1 soat qarab tursam ba'midi. Manda qilay keyin qildim. Shapkidikning ishtonlari tizlarini yapamidi. Qishidagi og'insi pilni oldikayni topamidi. Vanchining faoliyati o'g'ashqa xo'jaliklarni terib turibdi-da, qishingizga balni boy ko'rinsin deb ayoli to'ylig'ini berib turibdi-da. Setib etmasa bilsa. Mana tez oldima. Tez oldima. Alloh mana Jinkojima mana qarama, barmoqma Jinko ma o. Mana Jinko degan. Ha. Mana jayanda oyoq chiqargan Jinko deydi. Bu yerga qadam bosqani Ershadning va'dasi o'g'ashqa. Vanchiga pul so'q qildi, Vyetnamda hadisi o'g'ashqa degan. degan shonqurlanchi o'tmagara. Shonqurda bu yetdim dedim shonqurlanchidan ko'ra. Mabvoy tamoqni yeb qo'saq tarafdan to'yib edi. 3 talla odamga o'yinda birini qo'yib edi. Mana shundaq bir qator qiziqarli ko'rinishlarning oqisida Ili oblastimizda, G'o'lji shahrimizda Vanchidan iborat uy-mulk sohasidagi ishonchli bir marka, xaridorlarning manfaatini oldin qo'rin qo'yib o'ylaydigan yaxshi bir shirkat maydonga keldi. Biz bundan keyin Vanchi shirkatining ishlarining yaxshi bo'lishini, bu shirkat orqali nurg'un oilalarni beqiyotgan qor ko'zlarningki qadamlarining harakatlik, ishlarining barakatli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.